Hozir iPhone'ni qaysi regionni sotib olish kerak? Menga juda ham shu to'g'risida savollar keladi. Men sizlarga qisqa va lo'nda qilib tushuntirib beraman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying. O'zingiz uchun ertaga foydali bo'ladi. Videoni ham saqlanib qilib qo'ying. Hozir men qo'limda 16 Pro Max J regionini ishlataman. Hammasi joyida Yaponiya uchun ishlab chiqarilgan. Bitta sim kartali, bitta eSIM va AA regionini sotib olsangiz ham bo'ladi. Dubay uchun ishlab chiqarilgan va ZPA regionini sotib olsangiz ham bo'ladi. U Gonkong uchun ishlab chiqarilgan. ZA regionini sotib olsangiz ham bo'ladi. U ikkita sim kartali Singapur uchun ishlab chiqarilgan. LLA region sotib olsangiz ham bo'ladi. Faqatgina 15, 16 va 14 seriyalarda faqatgina eSIM bo'ladi. RMA sotib olsangiz ham bo'ladi. U Rossiya uchun ishlab chiqarilgan. VNA sotib olsangiz ham bo'ladi. Vyetnam uchun ishlab chiqarilgan. Deyarli hammasi praktически bir xil. Koreyskiy region sotib olsangiz ham bo'ladi. Hozirgi kunda koreyskiyni ham hech qanaqa boshqa regionlarga qaraganda farq o'ynamayapti. Oldin farqi bor edi, ya'ni bezuk qilib rasmga olsangiz, kameraga qilib rasmga olsangiz, zvuk chiqardi. Hozir bezuk qilsangiz, ovozi chiqmaydi. Praktически koreyskiy region ham qolgan regionlar bilan bir xil. Telefoningiz siz regionni bilmoqchi bo'lsangiz, настройкаga kirasiz, основнойga kirasiz, обустройствоga kirasiz, nomer model degan joyda oxirida ikkita harf yoki 3 ta harf yozib qo'yishgan bo'ladi. J yoki RMA yoki LLA region yozishgan bo'ladi. Faqatgina Ch region sotib olmang. U unda sun'iy intellekt ishlamaydi 15-16 modellarida. Faqatgina Ch region sotib olmang. Shunaqa. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'ying. Mana shu videoni iPhonechilarga jo'natib qo'yinglar. Sizning iPhone'ingiz qaysi region? Kommentariyaga yozib qoldiring.